Butun dunyoda iqlim o'zgarishi global muammoga aylanib bormoqda. Bu xatar O'zbekistonni ham chetlab o'tayotgani yo'q. Buning oldini olish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan Yashil makon umummilliy loyihasiga start berilib, respublikamiz bo'ylab yashil belbog'lar barpo etish ommaviy harakatga aylandi. Yashil makon bu ekologik muhit, inson salomatligi, uzoq umr ko'rish, kelajak avlod taqdiri demakdir. Buni birinchi darajali vazifa deb bilgan Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamoasi har yili bahor va kuz fasllarida bu jarayonda faol ishtirok etmoqda. Keyingi yillarda jamoa ekkan ko'chatlar barchasi pasportlashtirilib, Yashil makon elektron platformasiga kiritildi. Suvni tejash maqsadida ularni parvarishlash uchun tomchilatib sug'orish tizimi yaratildi. Pistali koni hududida barpo etilgan 165 gektarlik bog' yaratilgani, unga buyuk mutafakkir va alloma Alisher Navoiy nomi berilgani kombinat jamoasining ana shunday xayrli ishlaridan biridir. Bu maydonga kombinat ishchi xodimlari tomonidan ekilgan cho'l iqlimiga mos mevali va manzarali hamda bo'ta ko'chatlari ko'zni quvontiradi. Aslida bu yerda bog' yaratishning o'zi katta jasorat va qahramonlikdir. Yozning issiq garmseli, qish izg'irini, shamol to'zon, cho'lning murakkab sharoiti, tabiat injiqliklari yosh nihollarga ta'sir etishi tabiiy. Shu bois bog'bon ishchilar qadalgan nihollarni zamonaviy agrotexnika talablari asosida parvarishlashga katta e'tibor qaratmoqda. Pistali koni, 6-gidrometallurgiya zavodi, ishchilar shaharchasi joylashgan bu hudud barpo etilgan bog', yashil belbog'lar, yo'laklar cheti va bo'sh maydonlarga ekilgan turfa gul rayhonlardan obod va ko'rkam manzilga aylandi. Bu yerga kelgan har qanday kishining yashillikdan zavq olishi tabiiy. Zero bu ishlar o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Jamoa birdamligi, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish yo'lida olib borilayotgan xayrli ishlarning mevasidir. 6-gidrometallurgiya zavodiga kirib borar ekansiz, orastalik va yashillikdan bahru dilingiz yayraydi. Daraxt va gul rayhonlar, zamonaviy landshaft asosida barpo etilgan yashillik insonga yuqori kayfiyat, ishchanlik ruhini bag'ishlaydi. Qilingan bu xayrli ishlar, barpo etilgan bog'lar, ihotazorlar ertaga yashil devor sifatida insonlarni cho'l shamollari, chang g'uborlardan saqlashi, hududlarga ko'rkamlik bag'ishlashi, fidoyi konchilarni o'z hosilidan bahramand etishi tabiiy. Kombinatning ulkan jamoasi bunday xayrli ishlarni amalga oshirishda faol ishtirok etib, jannat makon yurtimizni obod etish yo'lida davom etaveradi.